Ha, qani? Ol. Nonni katta tishlasang ham go'shtni katta tishlamagin degan. Ol. Bismillah. Nimani? Nimani? Nima? Kim? Suvda. Suv, hozir, suv, hozir. Yut, suv, hozir, suv. Mana, suv ichgin. Non tiqilsa suvga bor, suv tiqilsa gulga. Ich. Nima? Ha? Tushunmadim. Rahmat. Saltanat. O saltanat. Saltanat bu yoqqa. Shundoq ovqat yeb turgan joyida yuragini changalladi, yotib qoldi. Iltimos, saltanatni avayla deb qolganini gapiramaydigan bechara. Voy, o'lay. Voy, endi nima qilaman men Farmon aka? Endi nima qilarding? Endi qara, eskilarda bir gap bor. Maytni quturmasdan ko'mish kerak ekan. Voy, ketib qolmayman, o'likdan qo'rqaman, birinchi marta yerman o'sha. Men bo'lmasam bo'lmaydi. Hozir men borib Go'rkovga xabar qilay, xalqni chaqiray. Bo'lmasam hozir. Siz o'rtoq. Voy, o'lay, endi men nima qilaman? O'libdi. Ha? O'lasiz ekan-ku, ha? O'lgunizcha meni nega ko'ylarga soldingiz, ha? Har gapimda urib, meni to'poy deb, hamma narsa qilib ustimdan chakalavurdingiz meni, ha? Ko'zlarimni ko'kartirdingiz, uyimga borgizmadingiz, ko'chaga chiqarmadingiz, bozorga bordirmadingiz, bitta ko'ylak olib bermadingiz. O'lasan ekan bola. Qolaman ekan u men. Qanaqa qilib urardingiz? Burchakka turgizib olib qanaqa qilib urardingiz? Mana. Voy, dadajonisi. Xudoga shukr. Voy. Aylanay dadasi. Qo'rqitib yubordingiz, tirilmaganingizda men o'lib qolgan bo'lardim. Ana siz yashardim men dadasi. Voy, yig'laverib ko'zimda yosh qolmadi dadajonisi. Siz o'lib qolsangiz men o'lib qolardim. Haligi o'lib qoldim degan. Shuna patologga chiqdim-da, qarab tursam, parmon chiqib ketgandan keyin sen nima qilganingni ko'rib, nima deganingni eshitib o'tirdim. Hammasini ko'rdim, Megajon. Burchakka tur.